Express 24 skuterda necha pul ishlab topish mumkin? Biz shu haqida gaplashamiz. Qani bo'lmasa, kettu. Skuterda kuryerlik qilib ishlashi plyus taraflari ko'p ekan. Biz ish soatini soat 2 dan kechga 10 gacha belgiladik. Oyog'inglar ham o'zi umuman og'rimaydi. Zakaz ancha ko'p bo'ladi. Pul ham ko'proq topasizlar. Lekin minuslari ham bor. Ko'cha silishkim sovuq bo'lganda qotib qolasizlar. Undan tashqari ko'pincha mashina yo'lda yurasizlar. Bu degani ancha xavfli degani. Даже gayilar 55 mingdan bizga shtraf ham yozib berishdi. Express 24 da naqd zakaz yashil payme orqali to'lanadigan zakaz ko'p ko'rinishda chiqar ekan va bu yoqda iPhone ishlatib ham bo'lmas ekan. Xudoga soldim garatchi. Kun bo'yi Dodo Pizza, barbekyu burger, wok, komonlon osh va hokazolarga borib zakazlarni hammani uyigacha tashidik. Даже pishkom 6-etajga ham tushib chiqdik. Eng kulgilisi bu kommentariyalar. Mijozning uyini oson topib olishingiz uchun bitta kommentariyani ham qoldirishgan ekan. Podoldiga pirashka xonada yozilgan. Ishqib ancha bosh og'riq bilan kunimizni ham tugatib oldik. Skuterni bo'lsa arendaga Temir Tulpor akkauntidan oldik. Ish ancha qiziq bo'ldi va ozgina odam ham charchadi. Express 24 da topgan pulimiz bo'lsa 280 ming bo'ldi. Uni 75 ming mana shu skuterimizdan arendasiga ketgan bo'lsa 205 ming sof foyda. Men o'ylayman bu yomon pul emas. Sizlar o'zi bir kunda necha pul topasizlar? Kommentlarda albatta yozib qoldiringlar.